Assalomu alaykum Zafar Umra obunachilari, xayrli tong. Xudo xohlasa mana bugungi kunimizni ham boshlab bordik. Bugun ikkinchi kunimiz bo'lib, mana Madina Munavvara shahri, mana masjidlarimiz, mana bomdod namoziga ketyapmiz. Assalomu alaykum Zafar Umra obunachilari. Sizlarni xayrli tong, mana bugungi kunlarni hammalarga fazli qilsin. Rizqimizga baraka bersin, umrimizga baraka bersin. Mana bu o'ng tomonimda ko'rinib turgan devorlar Boqiy qabristoni hisoblanadi. Boqiy qabristoni orqasidan ko'rinib turgan binolar ichida mehmonxonamiz, Meros toiba mehmonxonasi. Xo'p, sizlarni 14 paketga umra ziyoratiga taklif qilib qolamiz. Biz bilan birga keling. Mana bu Navay masjidlariga ham yetib keldik. Mana bomdod namozini o'qiymiz deb bu kunimizning ikkinchi kunini boshlayapmiz. Bugungi kundagi planlarimizda mana bugungi planlarimizda Xudo xohlasa mana sizlarga ochib ko'rsatib qo'yaman. Mehmonxonamizdan kelib Boqiy qabristoni yonida 365-eshik bor. Shu eshikdan kirasizlar. Shu eshikdan kirsanglar, mana Navay masjidlari. Assalomu alaykum ya Habibulloh. Assalomu alaykum ya Halilulloh. Assalomu alaykum xayri xalqilloh. Assalomu alaykum va la havla va la quvvata illa billah. Shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning masjidlariga ham mana kirib kelyapmiz. Mana bu masjidlar bo'ladi. To'g'rimizda mana sizlarga yaqinlashib ko'rsatib qo'yamiz. Mana ko'rgan bo'lsanglar, mana bu gumbaz ko'rinib turibdi-ku, gumbaz yonida Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning azalari bo'ladi. Aziz birodarlar, shoshiling, obuna bo'ling. Zafar Umra obunachilariga qo'shilib sizlar ham obuna bo'linglar. Ana shu joylarga ota-onam eson-omon borib chiroyli ibodat qilib kelsin desanglar, mana o'zim bilan birga qo'shib yuboringlar. 2-fevral kuni safarga chiqamiz. Safarimiz davomida Xudo xohlasa 14 kun birgalikda ibodat qilamiz, ziyorat qilamiz, sayohat qilamiz. Hammalarga taklif qilib qolamiz, shu joyga kelinglar. Birga ibodat qilish nasib aylasin. Allohning baytidan tavof qilish nasib aylasin. Birodarlar, shoshiling. Bu g'animat dunyoda eson-omon chiroyli qilib Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni razalarini ziyorat qilish barcha mo'min musulmonlarga nasib aylasin. Hayotlarimizni mazmunli qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin. 14 kunlik paketimizni Madina Munavvarada 2 mahal taomlari bilan, Madina Munavvarada 3 mahal taomlari bilan aytdim. Hamda viza, bilet, 14 kunlik yemoq ichmoqlar, mehmonxonalar, sayohatlar, texnika xizmatlar, ravzaga olib kirishlar, libos xizmatlar, hammasi ichida $1050 Xudo xolasa olib kelinadi. Shoshiling. Pastdagi nomerlarga murojaat qilsanglar, pastdagi nomerlarda kompyuterda o'tirgan ukalarimiz bor, o'g'illarimiz bor. Ular sizlar bilan muloqotda bo'ladi. Joylarni bron qiladi hamda tayyorlab turadi. Men o'zim boraman. Borib Xudo xohlasa yana sizlar bilan olib orqaga qaytaman. Keling, birga ibodat qilish hammamiz uchun ro'zi nasib aylasin. Bu kunlarga g'animat bilib, hammalarimiz eson-omon Alloh oldidagi burchlarimizni hamda Alloh oldidagi vazifalarimizni ado qilishni nasib aylasin. Va sallallohu ta'ala xayri xalqi Muhammad va alihi va ashabihi ajmain. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azoban nar. Va la havla va la quvvata illa billahil azim. Mana masjidga ham kirib keldik. Xudo xolasa bomdod namoziga o'qiymiz deb. Rahmat eshiklarini ochgan Parvardigorimizlarga yaxshilik, jannatlarni ro'zi nasib aylasin. Mana jamoatlarimiz. Bu Navay masjidimiz bo'ladi. Navay masjidimizni boshida aytib o'tdik. Bu masjidimizni 400 ta ustuni bor, qandillari bor. Qandillari 680 ta bo'lib
bu joylarda 1 millionta odam bir vaqtning o'zida namoz o'qishga sharoit bor. Xo'p, aziz birodarlar, sog' bo'ling, salomat bo'ling, obuna bo'ling. Dastlabki telefon nomerlariga murojaat qiling hamda kelib birga ibodat qilishni nasib aylasin.